My.go.uz sayti bu O'zbekiston Respublikasining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hisoblanadi. Bu aholi va tadbirkorlar uchun davlat xizmatlarini onlayn olish imkonini beradi. Uyda o'tirib ariza topshirish, ma'lumotnoma olish, to'lovlar qilish mumkin. Portal orqali pasport va ro'yxatga olish xizmatlari, soliq va jarima ma'lumotlari, talaba, nafaqa va ijtimoiy xizmatlar, kommunal va boshqa davlat xizmatlarini olish mumkin. My.go.uz saytiga kirish Vonayda yagona identifikatsiya tizimi yoki elektron raqamli imzo eri orqali amalga oshiriladi. My.go.uz saytiga kirish uchun avvalo biz brauzer orqali my.go.uz deb yozib olamiz. My.go.uz portali. O'sha saytga kiramiz. Va o'ng yuqori burchakdan kirish tugmasini bosamiz. Keyingi ochilgan oynada bizga OneID orqali kirish, MyID orqali kirish. Agar OneID tizimida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Va OneID orqali kirish bo'limini bosamiz. Bizda akkaunt bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri kirdi. Chiqib, qaytadan ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman hozir. Shaxsiy kabinet. Agar login parolingiz bo'lsa, login parolni kiritasiz. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Buning uchun nima qilasiz? Men foydalanuvchi kelishuvi bilan tanishib chiqdim deb ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Mana bu yerga pasport seriyasi va raqamini, bu bo'limga shir raqamni kiritasiz va bu yerda telefon raqamingizni kiritasiz. Keyingi bosqich esa SMS tasdiqlash. Misol uchun shir. Bizda keyingi oyna SMS yuborish bo'lib ochiladi. SMS yuborishni bosishimiz mumkin. Men bunda oldin ro'yxatdan o'tganim uchun menda allaqachon ro'yxatdan o'tgan deb chiqdi. Bundan keyingi bosqich nima bo'ladi? Xuddi kiritgan raqamingizga SMS keladi va SMSni kiritib yangi parol qo'yishimiz mumkin. My.go.uz saytiga kirganimizdan so'ng bizga kerak bo'lgan, ya'ni yashash joyidan ma'lumotnomani topish uchun qidiruv bo'limiga yashash joyidan ma'lumotnomasi deb yoziladi. Mana qidiruv bo'limi, o'sha qidiruv bo'limiga yashash joyidan ma'lumotnoma deb yozib olamiz. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Mana birinchi xizmatdan foydalanamiz. Bu xizmat narxi bepul hisoblanadi. Xizmat narxi mana bepul. Xizmat olish uchun kerakli hujjatlar talab etilmaydi. Xizmat natijasini olish usullari elektron shaklda. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosib olamiz. Qidiruv tugmasiga yashash joyidan ma'lumotnoma deb kiritib olamiz. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma. Mana yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma berish. Xizmat narxi bepul hisoblanadi. Xizmatni olish uchun hech qanaqa hujjat talab etilmaydi. Yashil tugmani xizmatdan foydalanish tugmasini bosib olamiz va bu yerda yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma kelib chiqadi. Mana mamlakat O'zbekiston, hudud Jizzax viloyati, tuman Baxmal tumani, Nazrul Nurobodboyev va Bunyodkor ko'chasi 288-uy. Ro'yxatga olingan sana 19-iyul 2024-yilda. Agar kimgadir mana shu ma'lumotni bermoqchi bo'lsangiz, elektron shaklda yuklab olish tugmasini bosasiz. Mana shu yashil tugmada. Yuklab olish bosganingizdan so'ng
avtomatiski mana fayl holatda yuklanadi. Mana doimiy yashash manzili. Xuddi shunaqa. Keyingi navbatda biz o'qish joyida, ya'ni ta'lim muassasasida o'qiyotgan haqida ma'lumotnoma olishimiz kerak. Buning uchun izlash tugmasiga ta'lim ma'lumotnomasi deb kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Ta'lim ma'lumotnomasi. Mana shu oynada chiqadi o'qish joyida ma'lumotnoma. Bu ham xuddi shunaqa xizmat narxi bepul. Xizmatni olish uchun hech qanaqa kerakli hujjatlar talab etilmaydi. Xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Bu yerda ma'lumotnoma keltiriladi. Buni ham xuddi shunaqa fayl ko'rinishida yuklab olish imkoniyatiga egamiz. Yuklab olish tugmasi bosiladi. Va bu yerda faylimiz yuklab olindi. Xuddi shunaqa yuklab olinadi. Bugungi mygov.uz sayti orqali tushuntirmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.